Assalomu alaykum do'stlar. Italiyaning Milan shahrini Malnato qishlog'idamiz. Yo'li eskicha usullar saqlanib qolgan, juda ham chiroyli. Albatta yashil zonasi bor. Ular tabiatga juda e'tibor bilan, mehr bilan qarayotgan ekan. Ko'rsangiz, shu yerda Istanbul kebab pitsa mahsulotlari bor. Mana ichkarisi. Özbekistan. Bu da yoğurt. Tamam. Bu açıldı. Bu açıldı. Ama konuşma Azerice. Voh, muzoqat tayyor bo'ldi. Abi, bunun ismi ne diyor? Piatto. Piatto. Maşallah. Çok. Xullas do'stlar, shu yerda kesada bor. Xudo xolisa tatib ko'ramiz. Halol. Bu yoqdan bekichar. Sog' bo'linglar.